hokimmish yana. Xoy bir marta shu bechoralarning holidan xabar oldingmi? Bir marta qorning to'qmi, ochmi? Nima yeyapsan, nima kiyapsan? Xoy hech bo'lmasa bir marta bizdan nima yordam kerak dedingmi? Noinsof katta og'a bekorga aytmadi o'zi. Yurt kasbiga sodiqlar bilan obod deb. Sendagilar bilan obod bo'larmidi? Jin urgur. Yana nimamish? Muzlatkichingda nega achigan ovqatlar yotibdi? Axlatga tasha. Nega tandiring qora? Nega kartoshkalaringning po'chog'i yerda yotibdi? Uyimga borsang xaladelnigim bunaqa. Qorni och bilan qorni to'qni nima ishi bor degani shu bo'lsa kerak-da. Hassa nima ish qorningga? Jasur og'a, ana uni olib keling. Bu bechoralarning uyida gaz bo'lmasa, to'k bo'lmasa, ishki payt qiynalishsa. Hech bo'lmasa menga qara. Hech bo'lmasa hayotingda bir marta kitob o'qiganmisan? Hattoki shu yerda ham yozilgan. Mana, aqlli inson gapirishdan oldin avvalo tafakkur qiladi. Zero har bir so'zi uning kimligini anglatib turadi deyilgan. Senda tafakkur nima qilsin? Menga nima qilsin senda? Bergan bo'lardim-u, o'qimaysan-da. Xo'sh, endi uy egasidan so'rachi. Nima muammo deb? Ayting, nima muammoingiz bor? Ayo. Bizga gaz ham kerak emas. Svet ham kerak emas, mayli. Bir non bilan ham qornimiz to'yib ketaveradi. Faqat bizga shu kerak. Iltimos. Ko'ryapsanmi? Satqiy odam ket.